Çocuk itizdiğinleydim beni yazışım gerek şuna ama. Onda az meyman public fonksiyada beni yazışım gerek. Fonksiyacı mı ama later fonksiya buldu. Onda az meyman ben static ma void'a. Kurup kıymet kaytırdı şuna. Onda da cn clause'dım. Cn clause'dım. Endi şu cükunun özü açık bo'lib qolsa aytish kerak bu shuni. Nada agar IL cn bo'lsa shu jukuni ko'rsatdi-ku. Meniki state o'zi. Ana bu yerda tang hamda data state. Shada state ma shu jukuninki state'ga munosabat bo'lgan qiymat va closed bo'lganda. Mak shu juku itlik ketganda degan gap nima? Only db dot state no data state tam bir changyang ba db no connection state mo to'g'rimi shu jukuninki ichilgan aytilgan altimiz bo'lgan san shu suva open yakun close deb qo'yadi. Close bo'lgan vaqtda edi shunday. Nada ma'no state o'zining bo'lganda close ekdanda. Ana state deb nima bo'lish kerak, zidon chiqish kerak mana. Changlang bo'ldi emasmi? O'tib topaylar. Ondan az çane oldu. Ben kaydır bilen kanal için kaydır bir dikkat bakana. OLEDB connection state seni qaytib demak bu turoq qimmat bor degan gap aytchi state yo'q qo'ymaydi OLEDB type qilib qolsa aniki aytib o'tish kerak-ku. Unda IL CN o'zini close qilamiz. Aytvasan deymiz. Bir xato o'zgardi mana relation system connection state buldi bilanimizcha sizlar.
Şöyle tapmasak bulmayı çıkmaydı bu. Çoğun yalnız. Bu İngiliz bürokları bekçek boğan keyin yazdı kalmaydı. Kayısını birinci çıkıdığını. Kira. Connection state arqali qoldi ekanmiz. Tomuz pay yozganimiz to'g'ri, connection state arqali qoldi ekan. Connection state deb yozsak bo'ldi ekan, zidon chiqmaydi ekan. Nodam yerdan connection state deb oldi ekanman. Under connection state. Ma nimada bevas accessninkida ma bevas chiqmaydi. SQL server lane'ga kirsak connection state degan o'zidan chiqish mumkin. Masalan, men using system then data then SQL sent SQL sent mana kirgandan keyin md connection bo'yinizdan chiqmaydi ekan shunaqami? Bo'ldi, men class qilib yozsanglar bo'ldi. Connection state deb yozdiqmi va connection state ninki open. Men chektik bes qo'yib qoldi. Topamman degan connection state. Demak, ma birligini xato degan gapda nada. Ma 6 topto'sin mana. Connection state open.
Mesela manda qilsak bo'ldi aynan. Mesela mana connection string state'ni evasam bo'ldi shunaqa. Normal string. Avval sıfır aylandırıp seçtirsem bo'ldi emasmi? Mesela men agamda con st orqali men connection stringni bulaysh nima? Mana i'ninki mana nimasini bulayman state buni men nimaga aylantiray? To string aylantiray. To string aylandim. Endi mana o'zi openga teng bo'lsa Mana kichik harf yoki cho'ng harf bir qaylantirib olsam bo'ldi. Masalan, lower case string to lower case orqali mana kichik harf qaylantirib oldim-ku. Mesaj to'g'an mana kichik harf yozsam bo'ldi. Demak, endi mayada echiq bo'lib qolib qoldi, itilib ketsin-di. Men taqishadmidim. Shu jukog'i lenje qilgan buyruq yozib oldim shunaqa. Endi men ishiltish uchun buni qanday qilaman? Lenje qilaman-ku. Ondan mana chekkan vaqtda lenje bo'lsin. Lenje bo'lgan vaqtda ishlatganda qanday lenje qilamiz deganda IL db bo'lsa mana shu jukku lenje qilganda aytdi shunaqa. Meningkida menda ma sen open deyman-ku. Endi bu bir degan qiymat qayda turadi-ku? Agar qiymat bir o'qib qolsa, men bir xatolik uchurni o'zini chiqarib olsam bo'ldi, bu bir string orqali masalan err xatolikni qaytarib beradi-ku. Mana o'zini nimaga aylantirib, bu sıfır cho'q qaytarib beradi. Endi bu echib bo'ldim. Echilgan yoki echilmaganligini bilish uchun men connection string orqali o'qiman. State orqali o'qiman shunaqa. Bundan thisninki yakimiz text bir deb atadi-ku. Text birninki, text box birninki, text box bilan nimasi textda. Tang bo'lsin ham con nima ichdik con il db ichdiki con il sen tishnama. Il senniki to nima string. Oltinchi qilib berdim-ku. Nasma ijro qilay. Ijro qilgandan men chekdim. Undan hozir mana shu jukullarni bilish kerak. Hozir medan 33-qurdi hatto meningkida Microsoft Word Trade already been data source. Men tanqib qilibdi-ku menda. Men o'rtal tanqib qilibdi-ku. Endi ijro qilay. Shu jukun normal lenje qila olsam menga connection olib beradi. Meni connectionninki state'ni chiqarib berishim kerak. Hozir men nimasini chiqarib beraman? State'ni. Oltinchi chiqaraman-ku. Hozir uloqliq. Qarang, close itilib ketgan holatda edi shunaqa. Endi men meyadan con'ninki open ichilgan altmiyadan db. Endi meyada hozir xatolik qaytarib deganga ma'no shunaqa. Nasıl qaysi xatolik qaytarib berdi buni ko'rib qoladi. Ichilmabdi-ku hozir. Mana meyada men buningga err'ni chiqarib qo'yaman. Birni qayta hozir xatolik nadan ko'rib qo'yaylik. Hozir mana adresini topolmabdi. Oxirda jobda o'yinjan fuchi deydi-ku. Mana ko'rsatib. Adresda bam yo'qmi ko'rib qo'yaylik. Bu shu yo'shadil uchinaydi shunaqa. Adres xatolaydi-ku. Nasma adresda mavjud bam yo'qmi, shu adres to'g'rimi xato ko'rib qo'y. Rast bu yerda yo'q. Chunki biz yangi bir hujjat qurdik emasmi hozir? Bal diqqat qilmamsizlar, ikkinchi batda buni qurgan. Mariam birinchisi qilib qoldi, ma db degandan o'zi. Va birinchisi qilib qoldi-ku. Bizning programmada nagazda ikkinchisi yozgan shunaqa. Mana adres yo'qda albatta. Debug miyad yo'q-ku. Ham topalaydi shunaqa. Ham topalasa normal ulansa birni qaytarib turdi-ku. Qarang, birni qaytarib berdi-ku. Hamda ulangan uchurning o'zini demak ulinib bo'ldi. Hozir men mush kunib bir chekib olsamlar shu jukul yalliqlik bo'lgan bo'ldi shunaqa. Ulanib qoldi. Endi men ishlatmagan vaqtda men buni itib o'tishim kerak-ku. Itib o'tishim kerak. Undan so'ng men itib o'tgan vaqtda qaysi qancha ishlatsam bo'ldi deganda il
D masalan birinchi sinovimizda lencha qilay. Meyaga hamda buningki ILDB ninki ILCNninki nimasini chiqaraman? State o'zini toString orqali chiqaray. Ma'lum echiqlik holatda shunaqa. Nasman ikkinchi kunib orqali men shu kunimizni qanday qilib aytib o'tay. Men ishlatib bo'lgan bo'lsam, nima aytib o'tishim kerak shunaqa. Biz avtomatik itilgan. Ya, bunda qilolmaydi. Shu kun sen o'qishni ishlatib bo'lgan qanday qildi? Shunday emasmi? Buni sen funksiya yozsa bitilay. Masalan, uchun o'qib bo'lgandan keyin itlikadigan funksiyalarni yozsa, oraliq etsa qolganqa. Hozir biz qanday qilamiz deganimda, ana avval shu joyga yetibman shunaqa. ILDB ninki amyadan nimada sen clause aytadigan funksiya bor. Aytayotgandan keyin endi men textbox 2 ninki textbox 1 ninki tekstiga buni altini chiqarib baksam itilgan bo'lsa clause deb chiqadi shunaqa. ILDB ninki ILCN dan nima bo'ldi? Clause itilib ketdi. Endi biz misol qilib baksak. Meyada state qilib qolibdi. Ma nimis bo'ldi? State nima bo'ldi? toString. Endi biz lenjani ko'p ishlatganimiz uchun biz bir funksiya oldik shunaqa. Biz oldimiz nurg'un narsa funksiya olamiz. Nurg'un narsalar bor, masalan, lenja bo'ldi open. Majlisdan itilib ketdi, qara, endi lenja qildi. Ishlatgan tashsam bo'ldi. O'zi aytib bo'ldimi? Masalan, men ishlatib bo'lgandan keyin keyin ichtim sezasam bo'laverdi. Uchuruq bo'lgandan keyin. Uni biz uchuruq ko'rib boqaylik. Endi men qanday qildim? Shu jukuni ochdim yana. Makron qaror shu jukuni ichib shunaqa. Ichib bo'lgandan keyin, mana qilib boqay. Ichib bo'lgandan keyin men mushu biyochidik uchurni masalan, mana ichida bir uchur bor deyman qarang. Shu yoshonda bir biyo bor deb buncha uchurlar bor shunaqa. Buningki men shingmingni o'zini chiqarmoqchi. Shingming uchurlarni o'zini chiqarmoqchi shunaqa. Uchurni o'zini chiqarmoqchi. Men ham uchurni o'zini chiqarmoqchi-ku. Uchurni o'zini chiqarmoqchi. Buning uchun endi men yerdan komanda orqali uchur o'qiydigan jumla qilaman. Qonunlarga uchun avval men komanda bilan qilayman. ILDB komanda. Endi buni komanda ishlatish uchun men nimalarni ishlatishim kerak? Endi men nimani kiraman? Using ichidagi system ichidagi data ichidagi nima ishlasam bo'ldi? ILDB ni kiraman shunaqa. Kirgandan keyin men yerdan ILDB komanda same dedim. Ta new ILDB komanda yakimiz yerdan biz db ichidagi ILDB ichidagi lenjas ILCNninki create komanda perform faspa. Create komanda komandani turg'izdim. Kim tushunasizlarmi? Manda turib buni 4 xil turg'izish bor, ularni turib ko'ramiz tafsilotlar birisidan. Turg'izib bo'lgandan keyin uchur o'qishim kerak-ku. Men CMD ni o'zim buyruq yozaman. Meniki command text. Mer bo'lsa buyruq kelgan bo'ldi. Command text men ijro qilmoqchi bo'lgan buyruq shunaqa. Undan men sho'shon degan buyruqni o'qimoqchi-ku. Sho'shon degan buyruqni o'qimoqchi. Ya'ni buningki men command type CMDninki command type deb birisi bor. Command type degani sen avvalgigan narsa buyruqning ismimi yoki chashunning ismimi yoki SQL jumlami. Shu narsani birini tanlab birsa. Undan men sen command type bunun bir lay changliangsi bor. ILDB command type. Ana ILDB db type deb turdi-ku, qo'yamiz. Nerini topilib bo'lmaydi. Command type tab relations package now buningki.
command type deb turadi. Command type'niki ma jadvalning ismi shu degan shuna va table degan turini tanlaymizmi? Jadval bo'lsindimi? Jadval bo'lgandan keyin endi ma buyruqni ijro qilgan vaqtda 4 xilmi shu ijro qilish usuli bor. Qimmat qaytarish, qimmat qaytarmas asossiz 2 xil ko'proq ishlatamiz. Endi men uchun o'qiyolmoqchi shuna va uchragan vaqt uchun nega kiraman? Data readerga kiraman. Uchur o'qiydigan o'zimga men data reader deb bir layerni qilishim kerak. OLDB data reader. Men qarsam data reader deb turamna. Men SR deb oldim. yoki bo'lsa DR deb oldim. DR deb oldim shuna va ondan so'ng CMD niki exclude reader deb tursa, exclude reader. Mana exclude reader deb turamna. Ma orqali menda barliq uchurni yig'ib oldim menda. DR yig'ib oldim shuna va. Endi bu uchurlarning o'zini men bu yerda birsi patmay chunki nurg'u uchurlar bor buningda shuna va. Buning uchun men buni birdan label konchiga to'ldiray. Adam yerdan list box. Şey o'quvchilarning ismini şey yozmoqchi shuna to'ldirmoqchiman. To'ldirmoqchi. Men bunaqa ism bilan shing beshikni to'ldiray shuna va. Buning uchun men birinchi kunimda bu atqa ishlar va hozir bor. Ondan so'ng men while orqali uchurni o'qiyman. While shunga yurib o'tgan shunaqa ben. While endi dr ningki read deb bir funksiyasi bor. Read yoqish bu true false qiymatni qaytardi. Agar qiymati true bo'lsa, demak buning davomini uchur bor degan gap. Keyingi yil uchur bor degan gap. Qiymat false bo'yicha qo'ydi buni o'zi. Falnava. O'qigan vaqt men string uchurning ismini ham xohlagancha s deb berib turaylik nava. Endi biz uchur yozgan vaqtda bu tuvandagi shakl uchur yozsin. Sen qaranglar, men bir sıfır chiqarib. Mesela string format. String formatda mesela men yunxu men birda biz qo'yibman taniq, nolda biz qo'yibman. Mema birda biz qo'yibman va. Endi mishadik ma'lum o'rni king sanchlar to'ldirib ma'lum buning o'rni. Shakli ma bo'yicha men uchur kirdi degan gap. Qo'lnava. Bu uchurga 0 degan gap ma'nosi birinchisi, 1 degan gap ma'no ikkinchisi mushtartib bo'yicha kirib ma'noda. Undan so'ng men yeganda endi bizga s deb oldim-ku. Ag'andan keyin men string s degandan keyin ma'noni deb o'tganman string format orqali. String format orqali men avval men qishisini yozdim ekanman. Avval o'quvchining ismi chiqdi ekan shunaqa. Da Xingming chiqdi ekan. Xingming chiqib qo'shchiga turilib ketgandan keyin andan bu 0-si bo'ldi ekan. 0-san shu shaklda qolganlar. Aning keyindan adroq bir manda sizni tatibday. Aning keyin demikason Xingbian. Xingbian kelgandan keyin yana qo'shchiga turildi. Menga manda belgidan bir spurlagandan keyin birinchisi bo'ldi. Qolganlar. Ani buningga tixon qildigini keyindan keladi. Ani men menga Xingming degan mush DH-lik ismini o'qishim kerak-ku. DR degandan keyin ma'vo tirnoq olgandan keyin kimchonlar bor. Men bo'lsa, sen manchinchi yilda rattartini basan bo'ldi. Masalan, hozir biz ma uchurlarchidagi 0-si ID, birinchisi nima bo'ldi? Xingming bo'ldi-ku. Undan so'ng ma'nosi sen 1 deb elib, buni to string qo'ysam bo'ldi. To string. Mana yozsam bo'ldi. Yani ikkinchi bir xil usul bo'lsa, men birinchisi usulni yozdim shunaqa. Ikkinchisi sen bu tartibni o'qimoq qilgan vaqtda buni zidan ismini qilsam-ku. Zidan ismini yozsam bo'ldi. Bu ASP-niga o'xshash. Men aka bundan zidan ismi. Zidan ismi Xingbian-ku. Xingbian. Endi buni nimaga aylantirishim kerak? To string orqali sıfırga aylantirib qilishim kerak. Undan so'ng tirnoq yepilib ketdi-ku endi. Tirnoq yepilganlik esqa men barliq uchurlarni yig'ib oldim shunaqa. Yig'ib olganlik buni men list bir qanday qilishim kerak? Kenja qilishim kerak-ku. Nada list box birniki items. Avvaldan buni darallı men avval içine qanday tozalab tashlayman. List box birniki tozalashni qanday qiladi? Items-niki clear. Uchurlarni tozalab etdim shunaqa. Tozalab etgandan keyin endi men list box birni o'ziga uchur tenja qilishim kerak-ku. Undan so'ng menga items-ni o'ziga adad qilib endi men nimani tenja qilaman? S-ni o'zini tenja qilaman. Har bir qurnash bilan tenja qilmoqman shunaqa. Endi men shu jukni o'qib bo'lgandan keyin cho'q men shu jini o'zini bitishim kerak. Mani bitishim kerak. Bo'lmasa nevsini birmuncha o'rniga egallaydi buni o'zi. Unda D-ni o'zini qanday qilaman? Class. D-ni o'zini class qilib. Bundan boshqa shu jukni lenjini bitishim kerak-ku. Mushtachal ishlatamiz demakchi mana.
Sen uçur okup oldun, şuna çıkarıp oldun. Endi bunun şu cükül yerli kılışını ki zörüt kamıdı şuna var. Tadı ben sen clause arkalık ben şu cükül dilenceni kandak atma itütüme. Endi ben programcıra kandan keyin mau kunupun çeksem şu cükül yerli kılışlan bir vakitte uçurun uzun oku çıkarıp durdu şuna var. Naz bizli yerli bakaydı. Endi ben ya hatalı kızbaydı. Ben qarab baksak şu yaşın yibi tanıdık. Biz men içip koyup tıkmanımızda. Ağıdınlar mı? Ondan sonra ben to'xtatgandan keyin bir avuç boshlaydi. Albatta, o nimani o'zim shunday qo'y. Alaqa ASP'ni o'zim shunday qo'y, VB'ni o'zim shunday qo'y. Ya sen o'qiydigan uchur o'qib qolsa, yozdigan uchur o'qib qolsa ishlamaydi endi. Men bittalash birinchi qaralmadi. Hamma chiqarib berdi-ku. Mana Alimo, Shingbiyama, Alimo Nelberma, Aliyama birinchi chiqarib berishni qo'y. Nanday birinchi chiqarib berdi. Yaxshi. Ondan bo'lsa, meni ko'rib oldik shunday qo'y. Emniyet sınıf muşum misal arqılıqla biz yani nurgu işini kılalayımız. Mesela çocuk okuyduğun işini kılalayımız. Uçur okuyduğun işini tüküdü işini meyege. Ama şarkılık sizler anda king saati misalda kana kılsılar degende meyege. Mandan lebiyo konu bunu okuysa. Meyege. İsmini kirgizgenden keyin makul bir çekkende şu ismimiz bak uçurlar meyege çıkılan kılsa. Tertip boyunca hem uçur çıkılı meyege. İsmi mav anas mav manas manas mav. Qo'linglar var. Bir tap çuruk bo'ldi-ku. Musharqiliq nimani yasayalaysizlar, to'shini yasayalaysizlar degan gap. Qonunlar bor. Unda bo'lsa miyadagi shu jukul yallaqanda access nisbatan mushtariylarni boshdan kechirganmiz, boyamcha access nisbatan shunday bor. Ana SQL server shu jukul nisbatan ulashgan qilamiz. SQL serverimizda ana ishlatganimiz bo'lsa only db kammasdan SQL connection, SQL komanda, SQL data reader kildi. Qag'aya bitlay o'xshash. Faqat lenja zo'rlar o'xshamaydi. Server local, pandiji sanji bot local mush kompyuter. Anmiyada esa integral catalog deydi shuna va. Bu degan narsa shu jukuniki ismi. Anaki user ID bo'lsa shu jukuniki yunxoming bayat kirgizgan shu. Password shu jukuning mimasi o'tgan bo'ldi. Bu yuanchon shu jukunni aniqlaydi. Sen dunyoning u tarafida bo'lgan SQL server shu juku bo'lib qolsa nima aniqlaydi degan. Faqat IP nisbatan bo'ldi miyaga. IP adresini Mima cho'qim bo'ldi-da, mima qolsa haq qilayman kirib yurib shu jukurni vayron qilmanda. Shu jukurni cho'qim mimasi yunxoming bo'ldi. Buning cho'qim mimasi bo'lib qolsa, men password deganni kun qo'ysam bo'ldi. Odatda haqiqatan setib olgan SQL server shu jukur cho'qim mimasi bo'ldi. To'g'ri setib olgan bo'ldi shu jukurni o'zini. Anda bo'lgan vaqtda nurg'un ko'ko'sh ranjlarni yasalaysan mushaklar. Sen şu jukurun bana, bütün dünya tarafından şu jukurun başına ama şu jukur yerle kılmasın. Nuru kuranca yasalaysa. Müşarrık sen mesela SQL şu jukurun yakış cloud sanlar yüklenirsen sen her xillik bu fançı nasıl seçen bu fançı QO'daki bu fançılar var. Her xil seçen bu fançı mesela nurgun haber çıkılan tur beketlerini yasalaysa. Mesela rancanın bunu hesapla. Aslında manda çıktılar. Yeni haberler, o böyle yakın, yeni uçurlar, yeni nakşlar, tizimdeki çıkılan yasalaysan şuna programımızda. Şuna isli buldu. Özel uygun parametrelere yapıp yasalan buldu. Yasaqlı buldu. Banalar SQL server şujuk. Ondan sonra SQL server şujuk ol yerli qilishni ko'rib qo'yaylik bulamda. Ondan sonra ma'nomizda hamisi birdan ko'chirib olsanlar bo'ldi. Animiyada. Ondan sonra function şujuk qanda bayatdan bir jarayon qisqa bir misollar ko'rib o'tdik shuna va. Necha bosqichga degan 7 bosqich orqali butkul şujuklik mashg'ulot amaliyot tugaydi. Bu unchalar murakkab narsa emas amaliyotda. Banalar va. Faqat shu alaqa yozgan temalarning Dəyəmanlıq sən yeni köygən vaxtda faqat qiyindək deyilgan bilan sən qayıt məşq qansı günə keçsən. Çünki bir köysən qiyindək. Əmələt nəçə basqıçlı var keçinə var. Birinci basqıç qanarkən şu jukul yeniyini turğuz dikən mən. Connection degan şu ekan. Məsələn bayaq ILC degan şu işinə var. İkinci basqıç bolsa şu jukunu qanday qilgan açı dikən. Şu jukunu aşmay turub sən məşq qılanmaysan. Her qanda maylisan vanya yasagan, ya ko'z gollichiton yasa, ya ASP bo'lsin, .NET bo'lsin, JSP bo'lsin, PHP bo'lsin, nima bo'lsin shu juku cho'qim bo'ladi shunaqa. Shu juku bo'ldigan connection degan narsa cho'qim bo'ladi. Connection bo'lgan bilan shu jukuni lella qilib olgandan keyin aning kendan qolgan nima orqali mingling orqali shu juku mingling komanda orqali bilan buyruq berdiganman. Ko'chirish, uçur axtırış yana buyruqlarni bir mashina var. Aning kendan komanda text bo'lsa buyruqninki mazmuni. Komanda type bo'lsa nima hal qildig'ini shuna var. Aning kendan bilan uchrashing qilgan buyruqlari eng oxirida fan qo'ygan natijasi shuna var. Eng oxirida shu jukni qanday qildik ekanman? Itrid ekan. Yetti bosqich ekanman aytdan. Ana bitkul mashg'ulot tugaydi ekan. Undan bu bosqichda deyish qasam bo'lganlar, ana kelgan vaqtda yana bir qanday qiyin narsalar bor. Birinchisi Ondan sonra şu jukul yenjeda bizga Visual Studio'ning o'zi, Net'ning o'zi, Visual Studio'ning o'zi ikki xil
ming funksiyani ta'minlab turibdi. Buni chiqqan ikki xil buyruqni ta'minlab berish nima? Birisi bo'lsa system degan data degan OLDB DB. Ikkinchi birisi bo'lsa OLDB connection deganning ashunday uchun shu. Ikkinchi birisi bo'lsa SQL serverning qaysi bo'ldi? System degan data SQL silent degan buyruqni ta'minlab berdi. Bunda SQL connection orqali shu juklangan qilinish nima? Birinchi javob avval bu shekillarni o'zi qanday qilib akra olma, to'g'ri qilma. To'g'ri qilganda qaysi orqali to'g'ri qilma? Using to'g'ri qilma nima? Ondan biz hamda nimani ko'rib boqaylik? Ani SQL server shu juklanganlik qilishni ko'rib boqaylik. Buning uchun ham SQL server o'tgan biz qurib qo'ygan shu jukubat deyish nima? Navbatgi misol bo'lsin bo'ldi, SQL server shu juklanganlik qilish bo'lgan bo'ldi. SQL server shu jukuni o'zida hamda shu jukuni ko'chirib berishning zarurati yo'q. Chunki shu juku fuchida bor. O'rni muqim buni shunaqami? IP'si muqim. IP'ni topasam bo'ldi. Shu jukuni o'rni nima bilishimning karim yo'q. Kim tushunlarmi? Biz avval men SQL server hech baqay. Almiyada SQL server 2015. SQL server 2015 ning o'zidan bizning shu jukuni o'zi. Oldingi soatda biz shu juku qurish mashg'ulotini o'zini ko'rib bo'lgan. Buni qila olasizlarmi? Ana hozir bizning fuchining ismi bo'lsa Altashna aslidagi SQL server 2015 ga. Mush bo'lsa fuchining to'liq ismi bo'ldi. Siz yozgan vaqtda lokal hostlarni mashina yozsa. Ana nimish mening kompyuterim lokal host ishlatmayman deganda menikida SQL server 2015 borchi. Shoma ikki xil qachilgan ma'noga. Masalan menikida SQL server 2015 bor. Qaramana. SQL server 2015 bor. SQL server 2012 lokal ishlaydi. Men lokalda qachlayotgan buni cho'qib o'zgartirishim kerak. Ming shilingni o'zida. Ma SQL server 2000 yillik nusxasi degan gapda SQL serverniki. Men chunki nima 2000 qachon deganda PHP chiqqanda SQL server 2000 chiqadigan shajlarni chiqib qoladi emasmi? Shu SQL server 2000 chiqdimiz. Ha, masalan, netlik bo'lqas 2005 ni chiqdimiz. Ana buni shu juku degan kirgandan keyin biz qurgan shu jukular bo'lganmi? Oldin soat biz tashkil TMP degan qurganmi? Bundan uchun bir bio batda. Bunchalik bioni o'zi IRST yo'tish, nima? Bunda bizningki eng avval ko'rganimiz fuchining ismi. Altashna SQL server 2005 ga shunday. Endi sizlar faqat birlik sistemni qilgan bo'lsanglar, kimchanlarga birlik shujukni qilgan bo'lsanglar, sizlar shu kompyuterning ismini yozsanglar bo'ldi. Sen kompyuterning ismi bor. Yoki kompyuterning bindi IP'si URL degan link emasmi? Yoki lokal deb yozsam bo'ldi, shu kompyuter o'zini qo'llaydi. Menga ikki dona ishli bo'lgan kitob qo'llanmaydi. Shoma men to'liq ism yozishim kerak. Endi menga qarasanglar, kompyuterning ismi bo'ldi. Jisanji ming deb qolamiz. Ama Koji kirsak chiqadi bu. Jisanji ming. Men altashna turdimi? Shoma altashna degan kompyuter ichidagi qaysi shu jukudan SQL server 2005 degan shu jukudan. Chunki men ikkitadan shu juku bor, arishimni yozdim. Yana gapni oldin deb qo'ydim, ha. Ma buncha ko'rib olding sen. Sen berib o'zingning kompyuter altashna SQL server 2005 dan ishlamaydi. Ishlamaydi. O'zingning kompyuter ismini yozishing kerak. Kimchanonga yoki qat yozamsan, shu kompyuterning o'zi shu juku bo'lgan bo'lsa lokalda bersan. Ana sening shu jukuning boshqa bir yerda kompyuterda qo'yib qolgan vaqtda vaqtini masalan, ma kompyuter shu juku bor. Ma kompyuterlar lellik qilib shuna bor. Shu jukuni ma kompyuterda ziyorat qilishni deb ezma. Altashna aslidagi SQL server 2005 yoki IP adres yozma shuna bor. Masalan, yo'archi degan ma'no yoki yo'jordan yo'lib bani ma aslidagi shu juku deb olamanmi? Shu ham bu narsa muhim bo'ladi. Qonunlar bor. Unda endi men menga shu juku lellik qilganlikda o'xshashlar bayon qildik funksiyalarni o'zingizga yozinglar. O'xshash funksiya. Men faqat bu kunibga misol aytib beray bilanda. Kunibga yozib misol olaylik. Buning uchun men meyadan kunibgadan birini oldim. Botdan. Buning o'xshashlar layasi ham bo'ldi. Layalaylar bo'ldi. Chiqishil tushni layalamaz qolonlarga ashni lenjani o'zlar. Buni DB deb qo'yib qisqartib. DB deb oldimmi? DB'de bayımı lay kuruldu şuna ama. Lazım ben bayımı umum yüzlük işlediğin to'yun belirleyen yaklayma. Onun için public. Çünkü hem bunun başka ben çokum nemine kışım gerek. Şu cümle yani. Using diyen system diyen data diyen SQL silent. Mana kırma sen bu SQL işlemeyi düşünüyor ama. Hem public was umum yüzlük. Static bo'lsa jingtay fanfasi shuna va jingtay static hamda CONN deb biz ko'p ishlatadigan CONN deb odatlanib qolgan va CONN menga avval men nima yozman legends SQL connection bo'ldimi CONN buni men hech qanday aniqlamadim new CONN qilishlik qilib quvvatmadim shuna va endi biz shu juku lenjada
public static mana bu void buni qaytirib yumsin qimmatni o'zini void void amiyagman conn open deb qo'yayım. Ekimiz open deb fanfalay buni. Open deb fanfaldim va shu jukuni ochadigan fanfal. Endi men connection string yozishim kerak ku? String. CONSTR deb qo'llayman. Bu stringning alaylik bo'lsa, to'yangdek bo'lgan bo'ldi. Mana Walmani ko'chirib ketamiz, tushuntiraylar. Qoldi bes bo'ldi. Buniki server bo'lsa full nava. Unda hozir mening full bo'lsa lokal emas. Nava lokalni topolmaydi shu nava ish qilmoqchi. Buning ma'nosi altashna. Bu kompyuterning ismi. Aslidagi SQL 2015. Misha diqqat qilgan vaqtda ikki ta sizni qo'ysa, bu aloqa bir tasdiq ifodasiga bir train bo'lib qoldi. Sizlar bilgan va ikki ta sizni qo'ysa. Ikki ta sizni qo'ygan ekanda ma'vosa shu jukuningki nimasi bo'lgan bo'ldi? Ismi shu nava. Oda altashna TMP degan shu bo'ldi nima? User ID bo'lsa sa, password mening kompyuterimning 1245 ta. 1245 miki, shunday qo'yayman. 1245 qo'yayman. Ma shu jukuning mimasi. Mushni kelsa, yozib bo'lgandan keyin endi san conn tang new SQL connection. Endi menga lenjes futbol o'zining bo'ldi. Con str nima? Lenjes futbolni bir vattonga. Endi conn ni qanday qilsam bo'ladi, chivasam bo'ladi. Endi buni maqsadlar try catch orqali xatolikning oldini olish programmasi bormi? Ani yozib qilsam texnik yaxshi. Mana ham shu jukul yerda bo'ldi, nima? Endi shu jukuni itish uchun qanday qilmaydigandan o'xshashlar public. Yakuz bu yerga isbotlamaydi, bevosita ISN ninki, con-ninki close qilsam bo'laverdi. Agar erinmaymansan-chi, yozsam bo'ladi. Nayt qisqa ekan, uni uncha qisqamaydi. Ondan sonra şu jukuni yerlik qilib qo'y. Normal yenje bilan manda. Normal yenje bo'lsa ma'nosiga anaqa alt chiqsin. Anaqa close yakimsa nimalar chiqsin. Men bir orqali yenje qilay, men endi kompyuterga qanday qilay, kombi qilay shunava. Nasma komanda bir. Buning uchun yenje qanda unda yozmamda db deyshunava. db jidiki con o'zini qanday qilsam bo'ldi? Open. Men shu jukuni o'zini qanday qilyaptim? Ichib etdim. Shunava. Con o'zini open. Shu jukuni ichib etdim. Ma open da ma kichiklarib open ma. Boshqasi masa qo'yib tikasizlar. db ninki open manda yozmas. Diqqat qilinglar, men ikki xilda so'qqalda hozir. Ma biz ish qo'shish open deb yo'q qilamiz sizni. Ma conn open deb qo'ysam, mantiq bermaydir open qo'ygan bo'lsa. Qo'lingga. Shu men qanday qilamiz mana? Kichikka. Ma db open deyman. Qisa ma funksiya ishlaydi. Bu funksiya bo'lsa, ma funksiyani o'zida bo'lsa, shu jukul yenjesi futbolimiz bat emasmi? Mana ishlaydi. Endi ichib bo'lgandan keyin endi ichilganlik holatini bo'lsa biotilan chiqasin. Zisninki teksti biotilan shunava. Dada db ichlik con ichib bo'lgan endi. Conninki state o'zini to string. Altın chiqib turdi shunava. Undan so'ng men ikkinchi kun farqli aytibman-ku. Aytgan vaqtimda agar ichiq bo'lsa deytibman shunava. Dada agar db ninki con ninki state o'zini state o'zi state o'zi tang connection mushal qizdan chiqmadi-ku aloqa. Chiqmadi. Connection state chiqdi ekan aka. Bu yerda to'liq xizmat connection state deb chiqdi-ku. State ninki nim buqqasi open buqqasi. Bu dini ichiq buqqasi degan gap. Ochiq bo'lib qolsa, endi qanday qilsam aytib bo'ldi. db ninki conn ninki close. Endi maksam mush funksiyani har qitim aytgan mushcha gezib o'tirsam-ku, buni qisqartirish uchun biz qanday qildik deganda, men bir public deb con deb qo'ygan yozdik balla. Close deb yozdik. Oddilashtirish uchun ana. Close deb yozdim-ku. Ya Uyg'ur taqash deb yozsam bo'ldi. Mana yozdim-ku. Endi oddiy ishni talaysanda ilk yozib db ningda basam bo'ldi. Close deb basam bo'ldi. db ning close deb turamda. Shu jukuni aytib etdim mana. Aytib etganlik altini ko'ralishi kerak rasidlimi tilmi shunava. This ningki text tang
endi biz men DB'ninki CONN'ninki start nangze nim bo'ldi to string. Bu aylantirib şey qilishim kerak ku. Dadam yerine xatları qilib berdim. Yerda connection string. Men topaman nima uchun degan ma'lumot line kirmadim emasmi? Using ninki system ninki data nima bo'ldi SQL slant. Ya ma'nochida bor ekan, lekin ma'nochida yo'q ekan. Ma formachida yo'q-ku. Ne kirishim kerak. ijro qilgandan keyin hamda yana xatolik xizmat qilib turganlar nima xatolar beradi. Connection string. Hayatim topamaganmish na. Ama DB'da. Ma'nom topamadi buni. Ma'no uchun topamadi-ku. Connection string o'zini. Onun clause'lar bizayli bo'lganlar. ijro qilay. Ijro qilgandan keyin men chicken open ochildi-ku shu jukku. Clause qara. Açtım, daldım şu. Demek bu adam nurg'ishni qilib shu jukku yellow bo'ldi. Yana ichi to'tadi. Eng muhim ish tugadi hozir shuna ama. Endi qolgan mesela uchur qo'shmoqchi bo'lsang insertdan foydalansan-ku. Mesela biz uchur qo'shib boqaylik. Misalga biz meyadagi Aile Studio'ni ochib uchur qo'shib boqaylik. Meyada taka postna. Eğerlep kaldı kompüter. Meyada. Men faqat ism bilan 8 ni qo'shib boqay. Shunaqa, ism bilan 8 ni qo'shib boqay. Men uch qo'zim uchun mayda emas konservatorniki. Men meyadan uchuruq qo'shib men birinchi tekstni o'ziga ismini SQL jumsugini qo'llanlarmi? Mana o'z ismini yozaylar. Mana o'z men jinsini yozay. Ma'qul basam tenja qilsin. Shunaqa? Achqil qilib basam tenja qilib qo'yganda meyada qanday qilsin? Shanshi qilsin. List box. Alpstak ko'ji shu jugu punjam yuganmi dop, buni maxsus tugan emas. Masalan, data reader maxsus shu jugu punjam bormaydi. Men shu jugu deb turamda. Data set, data grade, data ma'lum nurg'ilgan shu jugu qurollar bor. Maxsus jadval bor, shu jugu jadval chiqargancha. Biz ma'lum chiqaratmizmi addiylar. Maxsus shu jugu jadval bor. Shundan lekin ani yuganicha ma'lum chiqarib turibsizlar sizlar qo'llanlarga. Bundan sonra uçur yazış bo'ldi-ku, men yo'qim miyman. Men chiroyli qilib yurdim. Posl chiroyli qilib uyg'urcha qilsizlar gapni, uyg'urcha xat yozish kerak bitlar. Bat uyg'urcha qilib bo'lish kerak ma'no o'zi. Qo'llanlar. Hamma yer uyg'urcha kerak, uyg'ur yozishlar shaklda. Unda o'z miyada mana basqandan keyin shu jukuni ochdik shunaqa. Shu jukuni ochgandan keyin uçur yozishim kerak-ku men. Unda o'z miyaga men string SQL jumcha yozman-ku. Dada insert into kirgizish nima? Ayel nima? Danglar aslama yuvinib qo'ygan narsa, studio. Yangi biz nima yozmoqchiman bunga? ismi bilan Ayel nima bilan alias 6 ni yozmoqchi nima? Ayel name bilan ayel nima bo'ldi? 6 yozmoqchi. Buning nimasi? Values portaldan yo'q qildi nima? Nimani? Text box birninki text yana qo'shilgan kelgandan keyin matdan yo'q yopilib tashdan birsi bor tan yo'q yopildi shunaqa ochildi. Anan keyin mening bo'ldi text box chiqninki nimiz bo'ldi text yana shu yo'q tan yo'q o'zi yana men portaldan yo'q yopildi endi umum tirnoq yopildi. Amma tirnoq men yopildi. Unda to'g'ri. Quloq SQL jumsima o'sha shunaqa. Endi biz meyadan komandani aniqlayman-ku. Ada SQL komanda. CMD. Ismini men CMD deb oldim. CMD degandan keyin tam new qilmaysa bo'ladi. Men asob usulda biray. New qilsam bo'ldi, new qilsam, mana qilsa, ikkinchi usulda new deb meyaga SQL komanda bo'lsa emasmi? Manda deb qo'ygandan keyin CMD yana bir qatim yozish to'g'ri qildim meyada. Active command CMD connection ni birishing kerak meyaga. Qara, connection deb animaga qanday qilsa deganda DB ninki CON ni qanday yozish to'g'ri qildi. Ikki qurib ketdi-ku mana. Ya'ni manda qilib yurgandan
Yana bir xil oddiy usuli qaysi deganda nishadli bevosita quritish. dbning create command bir dbning con ichidagi shujukulenjat va con deganiki create command orqali men obyektni, ya'ni command buyruq obyektini qurib oldim-ku. Buyruq obyektini qurib olgan bu buyruqni men cho'qim nima ish qilishni deb berishim kerak shuna va. Bunda command text bo'lsa, bu buyruqninki nima ish qilsa, bu ijro qiladigan narsa. Ijro qiladigan bo'lsa, qaysini qilib turdi? SQL ni qilib turdi-ku. Undan bu SQL buyrug'i shuna va. Undan men command type'ni o'zidan same dening nimasi command type. Command type'ni o'zidan command type ta command type'da birlashishni batdi shuna va. Command type'da biramna. Buningki mana text degan tanlaysiz. Bu SQL jumlasi bo'lgani uchun. Qonunlarga. Endi buni ijro qilgan vaqtda bu qimmat qaytarmaydi, uchun kirgizadigan narsa shuna va. Qimmat qaytarmaydigan uchun buni biz hamda cmd ningki exe no query deb birisi bor, non query. Bu bazalaqa uchur qaytarmasın degan. Qaytargan taqdirda bu sonliq qimmat qaytardi. Netchini ila bir taraf qilaligini qaytara oladi. Qancha uchur qo'shqaligini qaytarib oladi. Undan so'ng misolga men bu qaytargan qimmatning relationsini ko'rish uchun bunda tanaqa tutsam qaramaydi. Ma'lumot qo'ngshu sonliq int jingsin qaytargan va. Undan so'ng intn netchuqur mazmunni bir taraf qilaligini qaytarib bergan shuna va. Agar intni qilib 0 dan cho'ng bo'lsa uchuq qo'shal degan gap bu. Nada agar neda nning qiymati cho'ng 0 dan cho'ng bo'lib qolsa, and message box degan show tenjashin shi cho'ngong. Uchuq qo'shma operatik bo'ldi deydi. Nima? Uchuq qo'shib bo'lgan ekan, men shu joyga yetishim kerak qon. Da db degan nima bo'ldi? Class. Demak, shu joyga yetibdi men. Uchuq qo'shildi degan gap shuna va. Nozim biz boqaymi? Ijro qilib qo'yaymi. Nozmiyaga men nozmiyaga nan deb biz. Cho'ding. Tenja cho'ng bo'ldi-ku? Noz biz shu joyga kirib boqaylik. Haqiqatan butun o'zi chiqdimi, chiqmadimi? Qara, qo'shibdi-ku. Mala uchun ba'mga shun qo'shilmadi shuna va. Endi qo'shqa uchun zayat chiqarish kerak. Qaysi kun chiqirdi? Ma'qul bosqan chiqirdi shuna va. Buni uchun shu joyga qanday qilmoqchiman? Bayamqi jarib biz bayaqan jarayon bormi? Shu butunlay o'xshaydi. Faqat shuniki OLDB degan nomni nimani ichida SQL deb bo'lishdi. Unda seni komandadan buni qurmasa olmaydi uchur o'qish uchun shuna va. Unda da SQL komanda. SQL unda bu ishni bir funksiya qo'ysam bo'ladimi ekan? İşte ham funksiya. Müşteriyan ham bir funksiya qo'yib bo'ldi. Mishatlatmishak. Faqat SQL jumlasi qo'ysam bo'ldi. Bu sizlarga topshiriq. Aniq qarab turib bir funksiya yozib qilsizlar. Men keyingi soatlik bilan yozib qo'yman funksiyani. Bana ne var? Biz buraya. Bunu yazamız anlamaydı. Nadamiyadan cmd. Tam db'ninki con'ninki komanda. Komanda. Qarab müşteriyan ham funksiya qilib olsa degan gap. Komanda qurish jarayonlarini cho'ptilni. Vaqtda xizmatdilishida qisqasini buni qo'yib. Mana yozib qo'ygandan keyin sen qanaqa qilsa deganda cmdninki komanda text. Command type percentage ne var? Uçur okuş, hem uçun okumak çok var. Onda da avval sen command text'ini bir etkin mananga. Command text. Sen bir biyoda uçun hem okumak çok ne var? Şersiz okuysan mı ne? Şersiz okumak da mesela stüdyoda bilasan buldu. Eğer sen mancıdan çoğun boğandan da manda olsan o SQL cümlesi gerekti o. Ne var? Eğer çarşın bas tayar çarşın kurup koyamazsan çarşın üstüne yazsan buldu eğer. Şu ne olsun çünkü manda şu tuda batıldı çarşında batılmaydı manda. Endi aksesimizda charjda batilda emasmi? O'xshash shu bilan charjga chiqsa o'xshash. Endi men yordamda cmdninki command type'ni o'zini command type'ni o'zida bersa deganda mau tabol bo'ldi-ku. Mau esa shu shu go'ton yakun shu tun ko'rsatgan bo'ldi. Undan so'ng men tabol qildim, jadval qildim. Demak, endi men futurni o'zini data readerga yo'llayman shunami? Nada SQL data reader. Mana. Data reader SR deb oldim shunami? SQL data reader SR deb oldim. Undan so'ng men cmdninki endi exe reader deb ishlatsam. Mana query qilib qo'ysam olmaydi.
Qo'lingga. Men bo'lsa, men qarasam 4 xil fanfasi buningcha, hammasi buyruq ijro qilish fanfasi. Ma'no o'zi bo'lsa, odatda tenja qanda, shanchu qanda, shugay qanda ishlatsa. Bunda umuman tenja shanchu shugay bana buyruqlarni ishlatsa. Ammo SQL reader degan uchur o'qiganda ishlatsa, bu ko'pincha data reader qimmat, SQL reader qimmat qaytardi buni o'zicha. Ma SQL scalar deb turdim ya-da, scalar deb turamda. Bu bo'lsa hamda bu ko'pincha birlik qimmat va natijalarni o'zini qaytardi. Jihon yili qimmatni qaytardi. Ko'pincha masalan nashtal uchur ba SQL jumlasining tunji qanchalar bor, ishlatgan vaqtda EXE scalarlarni ishlatamiz. Ma XML recorded deb turgan, bu XML natija qaytardi. Biz ko'pincha kollejda yasaganda mushik ko'proq ishlatildi. Eng muhim ma'lumot ko'proq ishlatildi. Qolganlar. Hozir biz mana reader SQL reader orqali men uchurning hammani nega yuklab oldim, Esterga yo'qlab oldim-ku. Nas while. Nas menga bizma SR-ninki read. Uchur o'qidi. Uchqandan chilurdan dastlab ichilgan vaqtda buni o'qish nuqtasi qurning eng beshida bo'ldi. Birinchi qurdim emas, qurning eng beshida bo'ldi. Masalan, uchun ochdim. O'qish nuqtasi ma o'qish nuqtasiga eng ustida bo'ldi. Yani vaqt bir uchun chiqaramaysan. Yo'q uchur yada. Hani readerni chek, read degancha keyin birinchisiga. Yana bir qatam read o'z ikkinchisiga. Tartibincha asta qarab qo'ydi. Hargiz buni keyin yandiramaysan. Faqat shu joyda qo'ydi SQL readerni o'zi qo'llanadi. Masalan, birinchi yilni chiqarish lozim bo'lib qolsa, masalan, mavjud chiqarib birinchisi qaysi lozim bo'lib qolsa, bu orqali qayt qilib bo'lmaydi degan. Gap shuncha qo'shma buning ishlatilishi asosan ko'p uchurlarni chiqarishda ishlatamiz. Hamma uchun chiqarishda chiqaramiz, ishlatamiz, hozir chiqishga ketmaymiz. Undan so'ng men string laqadak as tanlab mavjudlarni o'zini ish bo'yicha yozsa. Mushunab daraf mashq qil. Dadam qanaqa qilamiz deganda string. String ikki format. Shunaqmi? Format degandan keyin men bo'lsa shing. Mashina bilan shing bilan chiqishni ko'z qilib turay. Qayog'ini o'xshaydigan bo'lgan keyin zaman 0 uchur chiqdi men shunaqmi? Ana keyin atraf bir siziq qo'yib deb farqlantirish uchunchi. Anda menga shing bilan. Yana qo'shib qo'ygandan keyin menga birinchisi. Qayog'ini mush tartib bo'yicha menga yana keyin chiqarmoqchi bo'lsam, bo'yicha men qilsam bo'laveradi. Endi buningga chiqadigan uchurlar. Birinchisini o'ziga bo'lsa, shing ming chiqadi. SR-ninki SR degan mandat tarmoqchiga olgandan keyin buning shing ming degani chiqadi shunaqa. User. Apiyalmasmi? Mana biz bunda bezgan. File name deb aytganmiz-ku. Nima demak bo'lsa, file name. Name o'zini then to string. So o'rtalantirdi. Ikkinchi birisini o'zi bo'lsa SR-ninki IL6 tab olgan deymi? 6 then to string. Mana oldimmi? Olgandan keyin amda sen tirnoqni yepatimizda mana. Yepatgandan keyin buni list box birninki itemsning o'ziga edit nebesi as. Endi mana ustidan tazitmanmi? List box birninki clear. Items clear. Shamollarni o'zini tazlayapman. Endi men shu jukulenga yetishim kerak-ku. Buni cho'qim unutgan masalam kerak. Sen qo'ma o'zingninki o'zing ishlatgan oddiy bir programmani tuzgan vaqtda o etishni o'ttatmasa jiq tartib uchirmaydi shuna uni o'zi. Agar sizning yonxo'ring ko'paygan vaqtda odam soni ko'paygan cho'ng shitonlar bo'lib qoldi. Sen cho'ng shirkatlar ishlayotgan bo'lib qolding shunaqa. Bu kuyfan degan bir narsa bor-ku. Qiliplashgan bir xil tartibli ishlar bo'ladi har qanday bir ishniki. Sen bir ishni o'rgangan vaqtingda amal va men boshdan sizlarga so'zlab keldim. Bir xil nemarqlik yezishni o'rganamiz, bir xil qilib kuyfan bo'yicha yezishni o'rganamiz. Tartibli yezishni o'rganamiz. Anan keyin sen programmachi deb deya olasan. Sen yozgan daymonlarni o'zingni boshqadan tushunamiz, programmachi bo'lmaydi-da. Nima emasmi? Shunga buning bir xil nimalik slows bilan tartib bo'yicha qanday qoida uyg'un yozma deyman. Anda bo'lgan vaqtda birinchidan kompyuterga besim kelmaydi. Ishlatishga nisbatan qulaylik bo'ldi shunaqa. Mushu xil yuzini asos qilamiz. Qo'llanlar bor. Andan program ijro qilgandan keyin ma'ni bassam qo'shilgan bo'lgan-ku. Sen bir nasib qo'shib oldi. Men bir chekkandan keyin uchur o'qish kerak edi shunaqa.
Nasıl miyada xatolik berdi? Miyada bio'ning ismi xatolaydi. Ayl Stew mitti. Ayl Stew ha? SQL jumlasiz baqaylab bo'ldi mana. Select from endi mayani o'zi text bo'ldi-ku. Shu jukun aşkınım to'g'ri shunami? O'qigan vaqt tekst eshitdim, o'qisaqmi qo'shqanda bo'ldi. tekst eshitdim. Yazgan tekst pul cho'qim uçur yazgan desam, mesela baby qo'shdimmi? Bir endi bir qatı qo'shdi ketib qopdim menga. Sen mishlagandan keyin men birdan bir topshiriq bermash topshiriqni men degan bo'yicha ko'rmayapti, ha? Nazmiyada uçurlarni o'zi mau yozdi. Ma'nosi chiqib turdi-ku. Bularni uçur chiqib bergan bo'l. Ondan olsa manda narsa yasaysizlar bu darsimizda. Eng oddiy telefonlarninki telefon xotirasi bor. Savodishlarning telefon xotirasi bor. Fanlar bor. Bu ikkiga bo'lindi. Birisi haq shiltalaygan ko'ralaygan holatda bo'ldi. Bu boshpetga chashon qildigan. Menga yaqinlarni ismlarini yozib chashon degan chekkanda menda ismlari yakunsi men tekstlarni qo'yib ism ma'no chashon qildigan har bir turni. Mana chiqsa men ma'no chiqqandan keyin chekkandan keyin matrabida nima chiqish kerak? Natija chiqmasa ismi chiqdi-ku menga ismlari. Bu ismlarni bir chekkandan keyin tafsilga uchirmay chiqish kerak. Masalan, QQ nomeri, telefon nomeri, ismi, qasim to'qiydi, yurt qayerda, ashurlar chiqish kerak. Falanlar va eng oddiy bir telefon xotirasi yasaysizlar. Buniki tenjashan shuga iqtidor bilish kerak. Birinci iqtidor bilish kerak. Buni o'zingizlar o'ylaysizlar. Men qitamidim buni o'zi. Faqat tenjani qitamidim shuna va qag'ir o'p o'xshash. Bu qayta ishim ketmaydi bunga. Masalan, men chekkan vaqtda mishat tanlig'imdagi futurning o'zi menga chiqsin deyish uchun qanaqa qilamiz vaqt men ismi chiqib turdi emas menga. Mush ismi asosan chashun qilib menga qanaqa qilib futurni chiqarsam dedi. O'xshashina. Ana keyin yung'umi me'morlik qilsa. Agar buni shanchu qilmoqchi bo'lsa, birinchi qilmoqchi bo'lsa, qo'shmoqchi bo'lsa, qalam-qalam qo'shib olmaydi bunga. Çokum mimarlar çoğunu kirgizgandan keyin aning keyin qo'shalish kerak. Bildinglarmi? Juma kuni kechamiz qilsa. Avval 5 yil u tasmisolga islanmaysizlar. Eng bitta tasmisolga islanmay, avval mushtaq tenjani shanchuni sho'gani kichik misoldan ko'rib baqsizlar. Aning keyin asosda cho'ngishtirib, juma kuni qilib bo'lsang, juma kunigacha, juma kuni qilib bo'lmasang, yakshanba kunigacha shuni cho'qim qilsizlar. Bilamna? Hozir bugungi darsimiz shunday bo'lsin. Mushu bo'yicha bir puxtaroq bir tayyorlik qilib